Yunusobod 14-kvartal sotilayotgan 3 xona bo'luvchining Moskva planirovkali uyimizda 3 xona 3-etaj 4-etajli bino. Xonalar sanuzorlar alohida balkon 2 olti balkonning remontlari tayyor kirib yashaydigan общий maydonimiz 72 kvadrat metr. Uy egalari 86 ming so'mda so'rashibdi, ketadigan joylari bor. Telefon raqamlarimizda aloqaga chiqib, seni birgalikda uyga ko'ramiz. Foydasidan kirishimiz bilan telefon tegin to'g'ri deb qo'shib mebellarimizni ustida. Keyin chat tarafdan boshlaydigan bo'lsa, bizni birinchi detskimiz bo'ladi. Abo'y holati, pollar, devor, abo'y hammasi zo'r holatda turibdi. Hop, bu yog'imiz esa bizda spalnimiz bo'ladi. Spalnimiz ham juda ham katta. 315 ga 520. Salkam 16 kvadrat bo'ladi. Keling davom ettiramiz. Zalga kiramiz. Zalimizda 315 ga 520 konditsionerlari qo'yapti. Endi lustra pardani kelisha olasiz. Davom ettiradigan bo'lsa, bizda shu ko'rishgan joyi Ama tualetlarim alohida, birinchisi hojatxona, sifatli kafelda yaxshi holatda turibdi. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Oshxonamizni uzuniga stroyli kuxna garnituri qoladigan, balkonimiz 2 ga 6, bu yerda ham o'tirib ovqatlanadigan joy qilib foydalansangiz bo'ladi. Xullas 14-kvartal 3 xona 72 kvadrat 3-etajda joylashgan 86 ming kelishiladi. Telefon raqamimiz